Ko'z atrofida ajin tushishi juda ham tez bo'ladigan proses. Hozir yosh qizlarimizda ham ajin tushib qolyapti. Sababi qalin tonalkalar va yuzini, ko'z atroflarini yetarlicha namlamaslik. Mana kremdan bir tomchi pastiga, bir tomchidan tepasiga surdim. Bizga ikkita barmog'imiz kerak bo'ladi. Biz pastidagini olamiz, bu yerga massировать qilamiz, tepadagini opishamiz. Ko'ryapsizlar, shu tartibda. Yumaloq shaklda massировать qilamiz. Endi qo'limizda qo'shimizni past qismiga yaxshilab bosib chiqamiz. Ko'z atrofimizga kremni surib oldik. Endi nasogubniy skladочкаларga ham sursa bo'ladi bu kremni. O'sha ikkita barmog'imizni aylantirib chiqamiz. Agar peshonasiga ajin tushgan opalarimiz bo'lsa, peshonangiz ajinli joylariga kremdan surasizda. Qaysi tarafga qarab tushgan? Masalan, bu yerda siniq tushgan bo'lsa, o'sha siniqni yoyishga harakat qilasiz. Agar sizning ham yuzingizda dog'lar yoki ajinlar, toshmalar, qizaruvchanlik, ya'ni kuperoz yoki rozatsiya bo'lsa, siz ham bemalol bizni onlayn yoki offlayn analizator apparatlarimizdan foydalanib, analiz qilib o'zimdan konsultatsiya olsangiz bo'ladi.